bulkasini tayyorlash. İşte yumuşaq, hechlik bo'lgan to'rt bulkasini tayyorlash uchun biz eng avval 4 dal tuxumdan siyroqni ayirib ilib bir qachimizga to'kib olamiz. Buning ustiga bir stakan shakar qo'yib, chalg'uvchimiz bilan o'sha rangi oqish holatga kelguncha aralashtiramiz. Undan keyin yarim stakan ilma suv qo'yib, yana aralashtiramiz. Ondan bir qoshiq ko'ptirgich, bir qoshiq vanilin va bir stakan un qo'shib, buni yana aralashtiramiz. Tekshirilib tursanlar bo'ldi. Yana bir qachimizga tuxumning eqini, 4 dal tuxumning eqini qo'shib olamiz. Ondan bir choy qoshiq tuz jeq bo'lib ketsin. Quyuq mushtaq aralashtiramiz. Mushqil bulutsimon olib kelganda yana bir aralashtirmamizga qo'shib, buni mushtaq aralashtiramiz. Tekshir aralashtiramiz. Qaranglar. Keyin shu duxovkamizdan keyin mushtaq dastlab qachsaga to'kib 180 graduslik qizitilgan duxovkamizga 35 minut qo'yib pishirsak tayyor bo'ladi.